sizlardan Ascent Skinga e'tibor bermaslar. Bugun biz o'sha mashhur Vertimi shunaqa modni o'ynab ko'rmoqchimiz. Bu fanar ekan shekilli. Bari ko'rsatmasam. Ichida o'tish o'sha sariq Salom. Bu gapiradimi yo chatda yozsangiz? Hello. Nima qilamiz? Mayli, ungacha biroz o'kayladim. Kelarkan. Aylanamiz va resurs topib o'ynaymiz. Qachongacha mana yo'lga qo'yamiz va bitta kirka hozircha ishlatamiz. Endi bunga bitta bundan buni olib turamiz va yana 4 ta yasab tapor va qilich. Mayli, bu yoqqa bu ham mayli turaversin. Endi dalsh ketdik. Bizga oddiy buyam kerak. Bu bo'lmaydi. 3 ta qo'y. Qanaqa okajonim. Biz hozircha shu yerda tepasiga ekan. Ay bolakay, kulaverma. This place does not feel the same anymore. Shunga kulyapsanmi? Ovqatni menimcha o'simlik debman. Urug'dan bug'doy olamiz. Hozircha bu If you build something new, I will notice. Nima deyapsan? O'zbekcha gapir. Boshqa endi ovqat olmaymiz. Ularni terisidan o'zimizga ish ovqat g'amladik 12 ta, 10 ta, 5 ta. Yaxshi. Keyin qishloqcha topaylik undan ko'ra. Qishloqcha topilgandan keyin qishloqchadagi bironta uyni egalik qilamiz. Biz qishloqcha izlab yo'lga otlandik va bu birinchi kun. Kelinglar unda shundoq shu yerni o'zini o'y qurib olaylik. Enderman. Qaramaymiz. Yo'qida dalsh tepaga chiqib qurish kerak. Bu ham yaxshi. Lekin men uy qurgim yo'q umuman. Lekin qaygadir qurish kerak. Keling dashtga quramiz. Yana qizig'i yo'q. Uyni keyinroq quramiz va hozircha shularni qo'yib pechka yasaymiz va
tashlasak bizniki urishadi. Hech kim. Bitta va ustiga ikkita. Bo'ldi. Bu yonadimi? Yonarkan. Yonadigan bo'lsa juda ham yaxshi. Lekin juda ham tez yonib tugaydi. 3 ta ko'mir beramiz. Bunisiga ham 1 2 3 ta beramiz va buni yoqishga qo'yamiz. Bu tayyor bo'lyapti. Biz esa ungacha bu yerdan toshli bolta yasab olamiz. Va qolgan daraxtlarni chopib turamiz. Buni ham tiqamiz. Va bizlarda hozircha 50 ta bundan 25 ta bundan, demak buni hammasini temir qila olamiz. Va mana yo'q bor. Kerak emas. Buni yoqasam. Keyinlarında temirdan aslahalar, tapor, kirka va qilich. Nima qildi yana? Kiyimlarni bundan bo'ldi. Tanamga qolmadi. Bularni endi tugatishimiz kerak. Nimadir chopishimiz kerak. Uxlaymiz. Va birinchi qism shu yerda tugaydi va ikkinchi qismda biz uy quramiz.